Assalomu alaykum tog'a. Alaykum Sog'ligingiz assalom. yaxshimi? Rahmat, Charchamayapsizmi? Allohga shukr, Xudoga shukr. Mana shu bolalar mana shu ishlarimizni qilib berdi. Bularga hech narsa kerak emas. Hamma yo'lni o'zi bilan olib kelar ekan. Aha. Materiallarini yo'q, hamma yo'g'ini. Bizdan hech narsa ketmadi, faqat xizmat haqini berdik. Ishlariga ming marta bolalarga rahmat, chiroyli qilishib berdi mana. Xursandman rosa. Ovora bo'lmadingizmi? Yo'q, ovoragarchilik umuman bo'lgan yo'q. Yaxshi, rahmat ishlariga. Xo'p. Boshida $7 berardingiz. Ha. Hozir ham $7 beryapsiz. $1400 pul berdim xizmatga. $1400 mana shu tog'amni hech narsaga samarangiz ham ovora qilmayapmiz. Chiroyli. Aytgan joylarini Xudo xolasa chiroyli tunga pullarni qilib beryapsiz qadrdonlar. Agar tog'amga yoqdim tog'a sizga? Yo'qdi, ming marta rozi. Yurtdoshlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Shu bolalarga zakaz qilinglar, Rahmat. qildiringlar mana shu. Rahmat. Tog'a sizga ham rahmat. Uylaringizni to'ylar qiling. Yaxshi kunlarga buyursin. Xo'p, qadrdonlar, Xudo xolasa xizmatlarni vodiy bo'ylab jamoamiz bilan birgalikda davom ettirmoqdamiz. Agar vodiydan bo'lsanglar, o'ylanishni bas qilasizlar, telefon zakaz qilasizlar. Sababi hozirgi paytda hammani o'zini ishi bor. Hamma o'zini ishini qilgani yaxshi. Sizlar telefon zakaz qilib qo'yib, bozorga borib narsa olib bermaysizlar yoki u bu degan narsa bo'lmaydi. Hamma narsani o'zimiz olib kelamiz. Sizlar endi hozir ro'zani kunida obed ham deyarli qilinmayapti. Ba'zi bir shogirdlarimiz ro'za tutolmayotganini hisobga olmasak, ro'zadan keyin shu obed-mabedlarni, chiroyli choy-poylarni qilib berasizlar, Xudo xolasa. Inshaalloh kelishib oladigan bo'lsak, navbatdagi telefon qiladigan xonadonimiz aynan sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikamizni atigi 135 ming so'mdan xonadon egasini ovora qilmagan holatda ketgan tunika materialining kvadratiga qilib bermoqdamiz. Joyingizning kvadratiga emas. Sababi joyda bukilishi, tunikaning bukilishi, qayrilishini hisobiga tunika ko'proq ketadi. Sizlar ketgan tunikani kvadratiga pul berasizlar, qadrdonlar. Xudo xolasa mana bu xonadonimizda mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonalarimizni mana yo'q tikka qilib yubormanda, bo'lmaydi-da, buziladi kadrga. Darvozaxonalarimizni polностью mana chekalarini kobra fasonda o'rtalariga shahmatlarni qilib, do'ppichalarni mokriy holatda qilib, ikkita joyiga ramkalarimizdan qo'yib, Xudo xolasa telefon xizmatlarimizni yakunlayapmiz. Mana tog'am pullar ham jonli berilyapti mana, pul ham. Haqiqiy mana rozi bo'linglar. Mana jonli holatda mana birinchi kelib o'lchaganimda $100 bergan. Keyin kelib ish boshlaganimizda yana $600 bergan. Hozir o'shiy holatda mana 1 2 3 4 5 6 $700 da shaxsan tog'am o'zlari menga topshirdi. Xudo xolasa hammasi ishonchli, hech qanaqa yolg'on yo'q. Bemalol uylarni bizga telefon qilgan topshirsanglar, mana bunaqa holatda sizlarga ham uylarga telefonlarni qilib beramiz do'stlar. Hammalaringga rahmat do'stlar. Videoni o'tkazmasdan ko'rganingiz uchun sog' bo'linglar. Tog'a bitta duo qilib qo'yasiz endi. Ilohim doim omadinglar bersin. Topgan pullar to'ylarga nasib qilsin, doim yaxshi kunlar ko'rib yursin. Allohu akbar. Sizga ham rahmat tog'a.